Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizga shunaqa ko'p zaявka tushadi, ya'ni binosi yoki yo'l ko'rinmagan bo'ladi. Mana shu joyda bino bor. Mana Yandexda ko'rinmayapti, mana shunda yo'l bor. Katta yo'lga olib chiqadigan. Xo'p, 25-maktabning yonidan kelganda, mana bu Xorazmda adashmasam, mana shu yerda. Mana Sputnikdan ko'rganda, mana shu bino, mana shu yo'l Yandexda ko'rinmayapti. Buni biz qo'shib, binoni qo'shib, yo'lni ko'rintiradigan qilib beramiz. Keyin tayyor bo'lgandan keyin ko'rsataman. Uni ham videoga olib qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bino va yo'l qo'shildi. Mana 25-maktab. Mana oldingi videomizda mana shu ko'cha ko'rinmayotgandi. Mana Beruniy ko'chasi, Iqbol klinik, mana zdaniya qo'shildi. Hop, ustiga bosib ko'ramiz. Mana Beruniy ko'chasi 32-uy. Mana zdaniya, yo'l, kirish qismi. Endi taksi chaqirganda ham xuddi shu yerga adashmasdan mana shu yerdan taksi bemalol eshigin tagigacha boradi. Agar kim shunaqa xizmatga ehtiyoji bo'lsa, bemalol yozishlari mumkin. Yandexda bino ko'rinmayotgan, yo'l ko'rinmayotgan yoki biznes ko'rinmayotgan bo'lsa, bemalol yozishlari mumkin. Biz shu xizmatni qilib joylab beramiz.